Tesla Model 3 Highland, ya'ni обновленный versiyasi keldi. 2023-yil 29 ming yurga. Paralari ham ajoyib, ko'rasizlar. Yangicha bo'lib chiqqan. Juda ham qimmat turadi. Hozir qo'yayotgan narximda inshaalloh chiqatdan topamiz kerak. Bu juda ham skromniy odamlar uchun ishlab chiqarilgan. Ortiqcha narsa bo'lmaydi bunda, minimalizm. Kerakli narsalari hammasi ekranda joylashgan. Mana bezramishli oynalar, ajoyib pulti, kichkina mashinachiga o'xshaydi. Tesla ko'jinli salon. Mana ekran bu yoqda bo'lmaydi. Bitta ekranning o'zida hamma narsa boshqarilaveradi. Rulda ham ortiqcha taqir-tuqir, shaqir-shuqir bir 100 ta knopka emas u. Hamma ham yoqtirmaydi. Minimalizmni yaxshi ko'radiganlarga skromniy mashinani yaqin tanishiga jo'natib qo'ying. Model 3 shu Highland 4 sekundda 100 ga chiqadi. Narxi zo'r. Narxi 29900, 29000 yurgan. Kraska top-toza, hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. Sonzashtalar, antibiotiklar bor. Foydalanib qolinglar. Oyba avtoda yaqin tanishga jo'natib qo'ying. 29900 ga asal narx.